Klimat santexnika do'konlarida bomba yangiliklar, yangi tovarlar yetib keldi, tugab qolgan tovarlar. Bular haqida hozir ozgina gapirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, maksimal darajada siz uchun foydali ma'lumotlar juda ham ko'p. Santexnika do'koni tugab qolgan Xitoy 3 ta polkali oynalarimiz yetib keldi. Ranglari, dizaynlarini ko'ringlar, dahshat. Katta kolleksiyada partiyada yetib kelgan. Bundan tashqari SAS Ideal kompaniyasining smistlari yetib kelgan. Moyka deysizmi, dush deysizmi, stayak deysizmi, tahorat smistlar deysizmi, barcha smistlar yetib kelgan. Ushbu kompaniyaning smistlari ichida hozirda aksiyaga tushgan 300 ming so'mlik stayak smistlimiz ham bor. Bizni kuzatishda davom eting. Ajoyib smistlar yetib kelgan. Bundan tashqari Nova, Sifon, Gofra kreplenlari, traplar yetib kelgan katta partiyada. Bu yoqda Bau smistlarimiz yetib kelgan. Bau smistlarimizning ko'pchilik totilib qolgan modellar yetib keldi. Kimga shunaqa sifatli hamyonbop tovarlar kerak bo'lsa, G'ijdondagi Klimat santexnika do'konlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Amerikankani qattig'i kelgan. Dahshat. Anchadan beri sotamiz, sifati yaxshi, uzun parod qilmagan, korpusi latindan ishlangan bo'lgan. Amerikankamiz yetib kelgan. Va shunga o'xshagan ko'plab mahsulotlarimiz, tugab qolgan mahsulotlarimiz yetib kelgan. Kimgadir shunaqa sifatli, hamyonbop, noodatiy tovarlar kerak bo'lsa, G'ijdondagi Klimat santexnika do'konlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Eron zigonlar sifati zo'r. Eron kalinalari, gol eritmalari kelgan. Bizni kuzatishda davom eting. Yangisi, sifatlisi doim bizda bo'ladi. Klimatdan uzoqlashmang.